Boysun tumanida ayol pedagoglar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri kubogi musobaqasining Boysun tuman bosqichi tantanali ruhda boshlandi. Mazkur musobaqa ustoz va murabbiylarning nafaqat sport mahoratini, balki jismoniy faollik, jamoaviy hamjihatlik va sog'lom turmush tarziga sodiqligini namoyon etuvchi muhim sport bayramidir. Bellashuvlarda ishtirok etgan jamoalar g'alaba va keyingi bosqich yo'llanmasi uchun munosib kurash olib borishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra g'olib va sovrindor jamoalar aniqlanib, tantanali tarzda diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Natijalar quyidagicha: 3-o'rin 32-maktab jamoasi, 2-o'rin 1-maktab jamoasi, 1-o'rin 38-maktab jamoasi. O'quvchi qizlarimiz o'rtasida vazir kubogi bo'lib o'tdi. Mana shunda bizda o'quvchi qizlarimiz olis hududda joylashgan 30-maktab o'quvchilarimiz 10 mingta maktab ichida 1-o'rinda olib, vazirimiz kubogiga ega bo'ldi. Shundan kelib chiqib, yana biz bir narsadan mamnunmiz. Mana shunaqangi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan sport turlarini yana ko'paytirish nuqtai nazarida mana yana muhtaram vazirimizni yurtboshimiz tashabbuslaridan kelib chiqib, maktab ayollari o'rtasida hamda bog'cha tarbiyalanuvchilari, o'sha bog'chani tarbiyalaydigan pedagoglari o'rtasida 5 tashabbus doirasida voleybol sport turidan vazir kubogi yana yo'naltirildi. Mana shunaqangi sport turlari yanada kengayishini, ayniqsa mana olis hudud, chekka hududlardagi mana shu ayollarga, qiz bolalarga, ayol o'qituvchilarimizga, pedagog tarbiyalanuvchilarimizga, tarbiyalaydigan ustozlarimizga bo'lgan munosabat bu juda biz uchun yana ham ishlash uchun yana g'urur, faxr, iftixor kasb etadi. Bundan biz juda mamnunmiz. Shuningdek, faol ishtirok etgan jamoa va o'yinchilarga bo'limning faxriy yorlig'i va sovg'alari ham berildi. Bunday sport tadbirlari pedagoglar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, jamoaviy birdamlikni mustahkamlash hamda xotin-qizlar sportini yanada ommalashtirishga xizmat qiladi.